Kuzatuvchilar, hozirgi videomiz Pioneer 10BT haqida bo'ladi. Bilim tayyormisiz? Maşallah. 1 2 3 ketdi. Ko'pchilik so'rayotgandi, men magnitofonni nega bunaqa turibdi, telefon nimaga tiqib turibdi deb. Boshdan tushuntiraman qisqa qilib. Pioneer SPC S10BT model. Xo'p, bu modelimizni radio flashga Bluetooth bo'ladi. Undan tashqari eng katta fishkasi telefoninglarni qo'yib qo'yasiz. Ya'ni telefonda muzika, klip, kinolarni через smartfon kolonkaga ulab beradi. Eng zo'r smartfonlardan bittasi hisoblanadi bu. Xo'p, mana ko'rinishi ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi bu smartfon. Shuna telefonni olasizlar, hamki shuna tiqib qo'yasizlar. Telefondagi kliplarni ovozini через smartfon kolonkalarga ulab beradi. Xo'p, yana bitta buni fishkasi kerak emas paytimda olasiz. Masalan, yosh bolalar buni o'ynab tashladi deydigan bo'lsanglar, mana buni yechasizlar bundoq qilib. Mana bunda ichiga kirib ketadi. Bundoq qo'yasizlar. Mana. Oddiy mikrofon bo'lib qoladi. Xo'p, chiqarishlarga Pioneer oshuvchi maqtash hojati yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, bu mikrofonimizni $99 deb beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq urasizlar. Manzil Sergeli Moshina bozor 5 blok 15-do'kondamiz. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Buni original Pioneer olmoqchi bo'lgan do'stinglarga yorib qo'yasizlar.